Assalamu alaykum. Kitap o'qishman beri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimizda. Qo'limda Rayhongul Mejitning Qayta Nikah nomli romani. Bu kitobni ko'p pallada ovozliq o'qib beryapman. Bugun havo shundoq yaxshi bo'lg'ashqa kechqaraygan mezgilda sirtqa chiqib hozirlarga bir bölümni o'qib beray dedim. Xo'sh, başlaylik. 26 bölüm. Bir kecha obdan o'ylanib chiqqan Sulaymon oldi bilan Yasinning yeniga berib, ahvolni uqqandan keyin shuningga qarab bir nima deyish niyatiga keldi. Sulaymon nashdan keyin bu niyatini Asiyaga aytdi. Asiya ana bola ikkisi uchun bu eng oxirgi fursat edi. Şoňa Asiya ilgirkidek tüzüt qilib o'ltirmay gapni udulla dedi. İş qilib, nemalı bolmusun, Münəvvərge yordam qilib qoysula, sildin ütinay atsı. Umu sülünün qızları go. Sulaymon Asiyaga soğuqqina bir qarab qoyup, paltosini asqudan elib aldırmay keşke başladı. Angacha Asiya yugurib berib, onun somkisini akilib berdi. Şu arlıqda telefon cırınlap getdi. Telefonni Asiya aldı. Assalamu alaykum, tənləri tazımı? Asiya ahval sorab bulubla telefonni dərhal Sulaymonga uzatdı. Əslində o Yasindan kelgan telefon edi. Sulaymon telefonni elib bolğandan keyin uçsudagi paltosini selib etib sapağa berib o'ltirdi və çay şirəsidagi gezlərinin arasından bir nimani izləşdirgili turdi. Bir chetda qarab turgan Asiya onundan hayronlik ichida so'rdi. Nimani izlayotdilar? Tizginakni. Asiya deriz takchisida turgan tizginakni akilib Sulaymonga uzatqach so'radi. Yasnaxun nima deydi? Tozi bir ish bejirishni uqmaydigan bir nimalarkanda bu. Meni xabarlantiribmi qo'ymay? deb g'udung shug'ilib turdi. Sulaymon Asiyaning gapiga udul javob bermay. Nima bo'pti? deb so'radi Asiya andikib turib. Aslida Zuhraning natijasi hammasidan yaxshi chiqib ketgan-to'q. Biroq men Yasinga Münəvvərni obdarroq o'ylashib qo'yarsizlar deb qo'yg'ashqa muzokirada nurg'un bahona sabablarini ko'rsatib, Münəvvərni qabul qilishni ko'proq ta'kidlagan o'xshaydi. Qandaqla bo'lmasin, u degan bosh muharrirda shunga oxir Münəvvərni qabul qiladigan bo'pti, dedi Sulaymon sal-pal umidsizlangandek qilib. Biyay, rasma? Xudoyim buyursa, qizimning peshonasi o'nkan. Rahmat sizlarga, rahmat, dedi xushalliqda qiyniga sig'may qolgan Asiya kulib turib. Lekin Sulaymonning bu ishqa ancha xushal emasligini ko'rib, darhol o'zini besib oldi. Biyay, rost bunda qilsa Zuhraga uval bo'lib ketgudakda, dedi Asiya darhalla. Zuhra qiz ig'ir elib ketarmi endi? Hey, uningga obdarroq gap qilib qo'yayli otsi. O'z qizining qabul qilinmay qolganligini anglagan Sulaymon rastilla azoblanib. Uning ustiga u ko'nglidagi haqiqiy tuyg'ularni Asiyadan yoshiribmi o'ltirmadi. Sapada tizginakni tutib, televizorga qarab o'ltirgan Sulaymon xeyligacha televizorni heli u kanalga, heli bu kanalga yo'tkab baxdi. Lekin uning ko'zi televizorda bo'lgani bilan ko'ngli bu yerda emas edi. Asiya erining ko'nglidagini tuyib turayotgan bo'lsa-mu, lekin uni ayblagisi kelmadi. Chunki Sulaymon ota emasmi? Qaysi bir ota aldı bilan o'z pushtini o'ylamaydi deysiz. Sulaymon bu ishni kashlik qizoning dasturxonida o'ltirib uydagilarga aytdi. Lekin Münəvvər bu xoş xəbərini apsidan allaqachon uqib bo'lg'achqa hech ish bo'lmagandek nihoyatda tamkin o'ltiratdi.
Әмма атысының bu gaplarni anglab, go'yo beshidan bir chelak sovuq suvni qo'yib atgandek andikib ketgan Zuhra dardini ichiga yutib, gap qilmay o'ltirib, tamog'ini yeyaverdi. U tamog'ini yeb bo'lib, chinnisini asta qo'ydi-da, hujrasiga kirib ketdi. Zuhra hujrasiga kiribla karvatga o'zini etib, buquldab yig'lag'il turdi. Angacha Sulaymon bilan Asiya kirib keldi. Qizim, ko'nglingning yerim bo'lib atganligini bilaman, dedi ko'zlarining jiyaklari qizarishga boshlagan Sulaymon. Lekin bular ish bo'ldi. Qanday qilatdiq endi? Bo'ldi qil. Bo'ldi qil bolam, yig'lama. Kelishmaslikning hammasi mening beshimga kelamdi, dedi Zuhra yostiqdan beshini ko'tarmay turib, esadiginicha. Aytqina ota, zodat nemishqa shundoq bo'ladi? Mening natijam hammasinikidan yuqori tursa. Ular zodat nemishqa meni qoldirib qo'ydi? Yoki sen Zuhrani qoldirib qo'yib, meni xabarni qabul qilinglar deganmiding ota? Sulaymon boshqa gap qilmadi. Men sening Yasinkan bilan og'ini ekanligingni, sen uningga ikki og'iz deb qo'ysanglar, sening gapingni yirmaydiganligini keyin uqdim, dedi Zuhra yostiqdan tasta beshini ko'tarib, taramlab yosh qo'yilayotgan ko'zlarini Sulaymonga tikib turib. Men Yasinga imtihon boshlanishdan burunla Munavvarning gapini chiqargan, dedi Sulaymon duduqlab turib. Seningmi imtihonga qatnashdiganligingni heliqi kuni shu yerda uqdim qizim. Men baldir uqmabdiman bolam. Nemili bo'lsa, imtihon kuni uqding-ku, deb varqiradi Zuhra. Bu uning otasiga umrida tunji qitim qattiq gap qilishi edi. Sulaymon nima deyishni bilolmay, o'z go'shini o'zi yegudak bo'lib ketyotdi. Angacha Asiya og'iz ochdi. Zuhra gul, siz oqqorni farq etalaydigan, boshqalarning holiga yetishni biladigan qiz-ku bolam. Men bu uyga kiribla sizdek bir qizning borligini bilib, bakmi xo'sh bo'lgandim. Gapimga quloq selib beqinga bo'lamduz. Ayla, mening ishim bilan sizning koringiz bo'lmasin. Asiya o'z ko'nglida kayfiyatni gap bilan o'nglamoqchi bo'lgan edi. Lekin Zuhra uning gapining beliga tepivatdi. Shunday qilib Asiya og'iz ochmay bir chetda jimjit o'ltirdi. Uchaylan bir hozagacha shu tariqada gap so'z qilmay o'ltirib ketdi. Zuhraga gap yugizishga ilojsiz qolgan Sulaymon bilan Asiya oxiri Zuhraning hujrasidan asta yenib chiqdi. Xo'shliqida kecha ko'ziga uyqu kelmagan Munavvar atisi kunlikidan burun turdi-da, chiroyli kiyinib, nashtig'imi qaramay ish qilmangdi. Sulaymon bilan Asiya oshxonaga kirib, nashtiga endi o'ltirishiga kecha yig'lab chiqqashqimi qapoqlari ishib, chochlari salvorab ketgan Zuhra hujrasidan asta chiqib hojatxonaga kirib ketdi. Zuhra ayol o'tmay yuz ko'zini yuyib chiqib dasturxonga keldi. Sulaymon uning chiroyidan oqshomgi g'amkinlikning yetganligini ko'rib, sal hayron qoldi. U yana dasturxonda o'ltirib, xuddi hech ish bo'lmagandek otasi bilan bir necha og'iz mundashdi. Oltinga bergisiz bola-da bu, deb o'yladi Sulaymon va oqshomgi ko'ngilsizlikning har nima bo'lsa tugaganligini ko'rib, ko'ksini to'ldirib, cho'nqur nafas oldi. Lekin Sulaymon xato o'ylagan edi. Chunki Zuhra otasini ayab ko'nglidagini chondirmagani bilan bu ish uning yuragiga unutilmas azobning urug'ini selib qo'ydi.
27 bölüm. Ramazan ayı yetip geldi. Bu yerdekiler asasen degidek 30 gün Ramazan çıkıp ketkiçe rozını qaza qılmaydı. Nəğmi nava qıladigan sorunlarını tüzməydi. Ölüm, yetim bolup qalsa, onun nazır çırağını iftar vaqtida ötküzüdü. Adetde xizmet ve turmuş melekçilikidin başqa yana barmız bolmaydigan toy tökün, çay, olturuş degenlerinin tolılıqıdın çarçap, joluq çıkıp ketivatkan kişiler bir ay Ramazan mezgilde hepta ahırdaki dem eliş küllerini bala vaqısı bilen dep hatırjap ötküzüldü. Şuna hatta rozu tutmaydiganlarmı gahida Ramazan vaqti bir ay bolmay 2-3 ay bolsun bop diken, şundaq bolsa toy tökünün həşəm dərəmləridən xeylili qutulup qalarkenmiz deyişip ketidi. Qısqası Ramazan mezgilde kişiler küllerini hatırjam, aram xuda ötküzüldü. Amma bu yıl Ramazan kirişi bilen Sulaymanның ailesidekiler adetkidən bekrek aldıraş bulup ketdi. Çünkü Hakime'nin sahradaki çoğ akisi Ramazan kirişi bilen nevramni elip Ürümçiге kesel körsetkili baraman dep gep eytip berdi. Adetde Sulaymanның tuqqanlary Ürümçiге neme iş bilen kelmisun mehmanxanaga düşmey, udul Sulaymanның öyiga kelip turatdı. Kelmekçi bolgan o kişi Asiye Sulaymanға yatlıq bolgandan buyan bu öyge tünci qitim ayaq basıdığan sahralık mehman edi. Asiye turupla təşvişlenip qeylavatlatdı. O kişi Sulaymanның burunqu ayalının akısı iken dep oylaydı Asiye dılıgulluq içide. Meni nemi dep qalar? Közüge set görünüp qalarmanmı? Şunda qılıp Sulayman bilen Asiye ikisi o kişinin keladiganligini anlap mehmanni obdan kütübeleşinin tayarlığını görüştü. Ular aldı bilen sahradan keldigan o mehmanga bir eğiz öyünü bekarlap jabdıp koymakçı boluştu. Lekin Sulaymanның ailesi de bekar öy yok edi. Ahir Sulayman erxotun ikisi Zöhre bilen Münevverni Zöhre'nin hocırsıga orunlaştırıp Münevvernin hocırsını eliqi mehmanga bekarlap berişini məsləhətləşdi. Əslində Sulayman Zöhre bilen Münevver ağaç sığıl bolğandan keyin bir eğiz hocırda vaqtınçı turup tursa hiç nima bolmaz dep oylagan edi. Lekin oylamagan yerden Zöhre Münevver bilen bir hocırda turadiganligini anlapla öňüp ketdi. Gepning rastyn degende Sulayman bilen Asiye'nin nazirdeki neme dese ha deydigan qo'zidek Rayiş Zöhre üçün etqanda Münevverge özünü bir körstüp qoydigan fursat kelgan edi. Sulayman bilen Asiye bazarga çıkıp ketken paytda Zöhre atısı bilen ögey apısı onun hocırsyga akirip koygan Münevverning orun körpüsini mehmanxanaga açıqıp taşlap koydu. Voy, bu neme qılğının ämdi? Dedi bazardan qaytıp kirgen Sulayman Münevverning mehmanxananın otturusida taşlaqlıq turgan orun körpüsünü görüp taaddi bilen. Hiç neme qılğınım emas, dedi Zöhre atısıga soğuk çikilip turup. Maňa taalluk bolmagan närselerini açıqıp taşlaýatsam bolmam deken? Zöhre'nin geplerinden judony örlegen Sulayman özünü täsde besip aldı. Zöhre, adetde xeyli garaz okuduğan bala edin. Bugün zady neme boldun balam? Aradaki soğukçılıqni körgen Asiye neme qılarını bilelmey tıtıldap ketip atatdı. Asiye Sulaymanның xotunu bolğunu bilen aldıda turgan bu kızның öz apısı emas. Şoňa o adetde Sulaymanның balalary bar çağlarda bähmi qorunup qalıdığanlyk üçün her qandaq iş, her bir eğiz sözünü naýaty ehtiyat bilen qılatdy. Fakat Sulaymanның balalary çıkıp ketip ikisi yalğız qalgan çağlardyla goya yelkisideki eğir yükni elip taşlap etkendek yeniklep qalatdy. O tuyuqsızla oylap qaldy. Hey Sid,
Sulaymahunның балалары болмаған болсышы. Asiye çaxmaq tezlikdə kaldısığa kəşkən bu bolmağır oyu üçün şu hamalla xiyalıda özünün iğizığa neç kaças saldı. Atabalı ikisiga başqa gap qilishning beab ekanligiga ko'zi yetgan Asiye asta burilib oshxonaga kirib ketdi va boya bozordan akelgan ko'ktatlarni elib adalashqa başladı. Nemeli degan bilan Zöhre naite rayish qiz edi. Şoňa o ailesidagi nurg'un ishlarga ko'nglida norozi bo'lib atadi-yu, ammo yana otasining dilini og'ritqisi kelmadi. Chunki Zöhre otasi uningga gapni naite siliq qilgani bilan shu chaqda chiroyining tamdak tatirab ketganligini sezgan edi. 70 yaşqa kirib qalgan atamның ko'nglini ranjitib qo'ydim-da. Ist deb o'yladi Zöhre. Ajab yeniklik qiptiman. Lekin atqan o'qni qaytirib olmas degan gap bor-da. Zöhre Münevverning o'rin ko'rpisini ochib tashlab atgan ekan, qilgan ishiga ming pushaymon qilib atgan bo'lsa-mu, lekin u yerda turgan o'rin ko'rpilarni yerdan elib o'zining hujrasiga akirib ketishi oson emas edi. Şoňa o yerdan beshini ko'tarmay bir haza turgandan keyin orqasiga burilibla hujrasiga kirib ketdi. Birdamdan keyin Zöhrening hujrasining eshigini biri tuyuqsizla ochdi. Angacha Sulayman ittik kirib ustalning oldidagi o'rindiqda o'ltirdi. Onun chiroyi o'ngib qaridab ketgan edi. Ata, men xato qiptiman, dedi Zöhre otasining yeniga asta berib. Ko'nglingga olmag'an bo'lamdi. Lekin Zöhrening ikki ig'iz o'zirsiga Sulaymanning ochiqi yanadigandek emas edi. O cheksiz norozilik yig'ib turgan ko'zlarini Zöhrega tikdi va zardi bilan dedi. Sizlar zodi qandoq bolalar, ha? Bu kuni Sharipa Münevverga may tartib qapti. Ikki ig'iz gap qilib qo'ygunimga menga ochiq qilib shu chiqib ketganicha uyga ikkinchi darsim edi. Amdilikda sen qopding. Aytqina, Münevver har qaysingning umichini o'rvatdimi? Zöhre xatoligini bo'yniga elib otasidan kechirim so'rasimi, lekin u otasining o'ziga mundaq qattiq tegib ketishini xiyolini keltirib baxmagan edi. Durust, balalar bilan o'gay opa va erning balalari bilan o'gay opa agashtirib kelgan balalar o'tirsidagi munosabat nihoyat nozik bo'ladi. Ular o'tirsida bo'lgan ishlarga sening to'g'ri, uning xato deb baho berishmi? Ba'zi mushkul. Shunga Zöhrening o'yichi bo'lganda, u Münevverning o'rin ko'rpisini ochib tashlab etib to'g'ri qilgan edi. Chunki Münevver bu oilaning a'zosi emas. Shunga uning bu uyda turish huquqimi yo'q. Apsi qazo qilib ketib, ko'ngli yerim bo'lib turgan balalar oradan birer yil o'tmayla ömrüde ko'rib baxmagan yot bir xotin qizini agashtirib kirib, apsining o'rnini egilib olsa, buningga xafa bo'lmay, xo'shal bo'lamdi emizsa? To'g'ri, bu uyning 9 tal. Lekin balalar gelidan o'tib ketayotganni sug'urib elib boshqalarga berishga, o'z uyini do'stlariga o'tinib berib, o'zi talab etishga roziki, o'gay apsi bilan o'gay singlisining bu uyda yeb ichib, yetib qo'pishiga ko'ngli unamaydi. Shundoq, ataga nisbatan aytganda, u yot xotin atining halol jubdi. U bu hamrohiga ko'nglini bergan ekan, albatta u agashtirib kelgan qiznimi o'z bolalardek panohiga elish kerak. Ammo u hammil odamni o'zidek o'ylab, bolalardan o'gay apsi bilan o'gay singlisiga illiq quchoq etishni talab qilyapti. Kishilik dunyodagi har qanday ziddiyat odamlarning ko'z qarashi va qo'g'lishadigan manfaatning o'xshamaydiganligidan kelib chiqsa kerak.
Bundaq ziddiyatni abadiy hal qilg'ili bo'lmaydi. Shunga buning birdan bir chorasi tishini tishlab turib yo'l qo'yish xolos. Shu vajidan ataning ko'ngli ranjib qolg'idek bo'lsa, bolalar atasiga chuqum sening rost deyish kerak. Bu xil chora garchi bolalarning ko'nglini azobdan laxta-laxta qon qilaversa-mu, shunday qilmay bo'lmaydi. Zuhra atasining gaplariga loyiq eg'iz etishga tamshilib baxti-yu, lekin nima deyishni bilolmay turib qoldi. Sen degan Sharipaning oilasi bilsang, dedi Sulaymon Zuhraga qarab. Uni boshlamoqda yo'q, botnab uydan chiqib ketib, hozirgacha qarsini ko'rsatmasimi, buningga parvoying pelak yuravatsan. Uning ustiga bugungi ishing meni bakmi umidsizlantirdi qizim. Ma'qul ota, hozirla uningga telefon qilay. Kelsin. Sulaymon, bo'ldi qimma. Kelgisi bo'lmasa, nega bosin? Dedi-de, ittik chiqib ketdi. Zuhra atasiga dumbisi tarafidan sapsilib ko'zlariga ishonmayla qoldi. Chunki Sulaymon Zuhraning ilgirki kuyimchan, xushchaqchaq, rahimdil atasiga faqatla o'xshamayotdi. Dimoqlari ichishga boshlagan Zuhra o'z ko'nglida marhum opasi bilan mungdashqisi kelib qoldi. Otam bilan 40 necha yil uy tutibsizlar. Sen hayot chaqda ikkinlarning bir-biringlarga shundoq ichkidig'ininglarni ko'rib, tallarimiz yayrab ketadi. Biroq opam rahmatlik ko'z yumib, 1 yildan keyinla otam uni pak unutib ketdi. Mana hozir ömrümizde ko'rib bakmagan nadiki bir yat xotinni deb bizga qapoq ochmas bo'lib qoldi. Bargan seri ko'zimizga yo'chun ko'rindigan bo'lib ketdi. Dunyodagi erlarning hammasi shundoq bo'lsa kerak. Opa, sen mushu oilani deb, bizni deb, otamning xizmatini deb o'zing yaxshi ko'radigan adabiy tahrirlikni tashlab, ömür bo'yi pochtikash bo'lib ishildim. Otamning jamiyatda yuz tepishi, bizning saq-salomat cho'ng bo'lib, o'ngishliq qatorga qo'shilishimiz uchun barliq yurak qiynini sarf qilib, rohat ko'radigan chaqda bizni tashlab ketib qoldi. Lekin otamchi, sen jiningdimi aziz ko'radigan hamrohingchi. U hozir seni tamamen unutib, boshqa bir xotin bilan shu xotinning qiziga yuragini sug'urib bergilayotdi. U seningdan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, yanala baxtning payzini surayotdi. Nima degan rahimsiz dunyo bu, jinim opa. Zuhraning ko'z yoshlari marjandek to'kilgili turdi. Dal shu chaqda Asiyaning uni anglandi. Zuhragul, mayaga chiqing qizim. Zuhra yuz ko'zdagi yoshlarini darhol surtib etib, hujrasidan chiqdi. Sulaymon mehmonxonadagi sopada televizor ko'rib o'tiradi. Asiya choy shirasining ustiga qo'yilgan javurdagi karabshini adalavatadi. Zuhragul, dedi Asiya uningga kulib turib. Siz karabshida qiyma qilmagan banshiraga bak amroqku, xemirni yug'urib taqilib qo'ydim. Jilti ichishga siz mendan ustikansiz. Shunga siz jilti iching, men qiyma qilay, ondan qo'l-qo'lchi tugayli. Bo'lamdi? Zuhra o'ziga xushchiroy gap qilayotgan Asiyaga qarab, dastlabda nemishqidir nomus qilgandek dalg'ul bo'lib turib qoldi. Shundoq emasmi? Zuhra ochiqqa paylamay Minavvarning o'rin ko'rpisini ochib tashlab etgan edi. Buning uchun Asiya Zuhraga qapoq turish kerak edi. Ammo u qapoq turish u yoqda tursin, Zuhrani o'z ko'rgashga hech ish bo'lmagandek kulib gap qilayotdi. Oq qorni farq etalaydigan har qanday odam bundaq chaqda
ötközgen severlik üçün özünü ming bir ayıplamay qalmaydı. Ma'qul, qo'limni yuyib chiqay, dedi Zöhra ve ittik hojatxonaga kirib ketdi. Zöhra qo'lini yuyib chiqqanda Sulaymon ko'rinmaydi. Zöhra oshxonaning eshigi oldiga berib qarab baqdi. Sulaymon oshxonadagi jumakning oldida o'ri turib ko'ktat yuyib Voy anamay, unda qilmay chiqib televizorlarni ko'rsizlar, o'zim yuyman, deydi Asiya Sulaymonni qo'lidan tortib turib. Sulaymon bo'lsa, uning qo'lini ishtiravatdi. Sen neri turg'in, suv bek so'g'oqkan. O'zim yuyman deganing bilan kecha yana voy qo'lim deb chiqsan. Sulaymon Asiyani sirtqa ittirgach, uning belini chimdib qo'ydi. Buning bilan Asiya viliqlab kulib ketdi. Oshxonaning ostidagi gilam qilim bo'lg'ashqa Sulaymon bilan Asiya Zöhraning kirganligini to'ymagan edi. Otasi bilan Asiyaning bu turqini ko'rgan Zöhra orqasiga burilib chiqib ketmoqchi bo'ldi-yu, lekin ulgurolmay qoldi. Shunga u gelini qarab qo'yib so'radi. Oshxonada issiq suv yo'qmi? Akal ota, men yuyay. Zöhra yanglarini turib jumakning oldiga keldi. Sulaymon bilan Asiya boyiqi qiliqlarini Zöhrani ko'rmidi deb o'yildimi yoki boshqa sabab bormi? Ish qilib Zöhraning tuyuqsiz kirib kelganligidan ancha huduqmi ketmadi. Bo'ldi balam, yuyib bo'ldim, dedi Sulaymon javordagi ko'ktatni Asiyaga sunib va oshxonadan itdik chiqib ketdi. Angacha Asiya eg'iz ochdi. Suv isitadigan ovi narsa buzilib qolibdikan, suv isitqili bo'lmayotdi. Tushlik g'izo vaqtida ishdan tushib qaytib kelgan Minavvar opsining karabshi qiymiliq banshira atganligini ko'rib, xoshalliqida qin-qiniga patmayli qoldi. Vah, vah, ajab yaxshi qilibsan. Oxir meni deb karabshi qiymiliq banshira etibsan-da, opa. Voy, sizmi bundaq banshirga amroqmi qizim? Sulaymon Minavvardan kulib turib so'radi. Ha, men nekim opamga karabshida banshira etib bergan davat qilay. Biroq u otangning oshqozini ko'tarolmaydi ekan deb zodi etib bergili unimigan. Tunugin men yangi karabshidan akilib opamga banshira etib bergan deb yolvurgan edim. Bugun rostilla etib qo'yibdi. Rahmat juma opa. Minavvar berib opasining peshonasiga birini so'yib qo'ygandan keyin qachisidagi banshirni ishtiha bilan yegili turdi. Minavvarning boyqa gaplaridan ko'ngli bir qismida bo'lib qolgan Zöhraning xiyollari yana qanot qaqqila turdi. Ko'rdingmi mavi xotinning quvliqini, gapining chiroyliqligini? Men texi manga atab etdi deb ketibdiman. Aslida o'zining qizini deb etibdi ekan emasmi? Zöhra Sulaymonga ma'nilik qaradi. Lekin Sulaymon bu ishlar xiyoliga kirib chiqmagandek behuduk tomoqini yeb o'ltiradi. Shundoq chiroyli kun o'ltiryotdi. Kun o'ltirganda bir ko'rsaychi. Tamamlaştıray. Uyey, esim kurusun, dedi Asiya Sulaymonning qachisiga tamoq jiqlab etib. Unutib qolg'il tas qopdi men. Degan Po'lat telefon qilibdikan, u bugun kechda ishlayman, shunga otamni yo'qlab bora olmaydigan bo'ldim. Gulyor Dilshodni elib bordi deydi. Voy, Dilshodmi bundaq banshirga amroq edi? Dedi Sulaymon darhalla. Tamoq ustiga kelgan bo'lsa, xo'sh bo'lib ketadi-da. U Asiyadan so'radi. Tukkan banshirdan yana bormi? Bor, xiyla chiq tukkan.
Ular dasturxonni yig'may xeyligacha o'ltirib baqdi. Lekin Gülyar bilan Dilshod kelmadi. Axir Zöhra bilan Munavvar qochquchilar yig'ishtirishga boshladi. Zöhra acha, siz kirib arameling, dedi Munavvar Zöhraning qo'lidan qochquch selingan patnisni elib. Qochlarni men yuvib etay. Mayli amsa, dedi Zöhra ancha tartishib o'ltirmay va orqasiga burilib o'jirsiga kirib ketdi. Birdamdan keyin Asiyami o'jirsiga kirib ketdi. Sulaymon tishini biroz ko'rgandan keyin tamakidan birini tutashtirib, sapada o'ltirib, aldirmay chakkala turdi. Dal shu chaqda biri kelib eshikni do'ngildatib o'rdi. Sulaymon o'z-o'ziga miyiqida kulib turib so'zlab ketdi. Hey, Dilshod degan quloq kesdi. Eshikning qo'ng'iriqini bosmay, nemishqa mushtlab yurdigansiz? Sulaymon eshikni ichib, danq etib turib qoldi. Eshikni urg'ini Dilshod emas, hakimaning akisi Asad bilan uning navrisi edi. Assalomu alaykum. Sulaymonning qo'lida tamaki bo'lg'ashqa damalliqqa huduqibla ketdi va tezdan o'zini tutib olib, Asad bilan ko'rishmoqchi bo'lib, uningga darhol qo'lini uzatdi. Eshik oldida turgan bu bobay Sulaymondan 10 necha yosh cho'ng edi. Necha 10 yildan beri ular xuddi og'a inidak bir-birini hurmatlab, pardishab bilan o'tishgan edi. Şoňa Sulaymon Asad bobayning oldida hargiz tamaki çekmeydi. Sulaymon tamaki bar qo'lini darhol kayniga qilib turib, tamakini jiroqqa qartib atdi. Tamaka mehmonning ünini anglab chiqqan Asiyaning putiga tushdi. Asiya putining ustida turgan tamakini alman-talman oldida, uni yonda turgan gul tashtikiga nıqtab öçürüp etdi. Sulaymon Asad bovay bilan uning navirsini sapağa başladı. Asad bovay sapağa kelip o'ltirdi va shu hamon o'rnidan turdi va qo'l qovushtirib turib Sulaymon bilan Asiyadan tinchlik so'rdi. U sapağa qaytadan o'ltirib, gelini qarab qo'yib, qiroatni boshladi. Sulaymon bilan Asiya qo'llarini qo'shtirgunicha beshini töven selib o'ri turadi. Asad bovay alahazal 20 minutcha qiroat qilgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. Ketganlarga iymon bilan behish, tiriklarga tavfiq va diyonat ato qilg'aysan. Amin. Allohu akbar. Hammeylen Asad bovay bilan tang duo qildi. Asad bovay duodan keyin yana o'rnidan turib, Sulaymon bilan Asiyadan yengilashdan tinchlik so'radi. Tellari toza, obdan turdilimi? Xudo buyursa, obdan ketyapmiz, dedi Sulaymon uningga javoban. Qani, o'ltirsizlar. Asad bovay Sulaymon bilan paranglashqach, Asiyaga beshidan oyog'igacha sapselib qarab ketdi. Askatni qilganda u Sulaymonga tegib, marhuma singlisining o'rnini bosgan bu mazlumga boshqacha qarashdimi bo'lmadi. Lekin uni bek yoqtiribmi ketmadi. Chunki nimalar degan bilan bu yot xotun uning singlisining o'rnini egilib oldi emasmi? Sulaymon bilan Asad bovayning munosabatini Asiya obdan biletdi. Bu sahroliq bovayning Sulaymonning nazaridagi yuksak o'rnini nihoyat yaxshi tushunadi. Şoňa o bu bovayga qandaq muomala qilsa joyida bo'ladiganligini ko'ngliga pukib qo'ygan edi. Qisqasi, Asad bovayni xush qilish u yoqda tursin, uni xaf qilib qo'ymislar, shuning o'zi Asiya uchun tog'dak g'animat edi. Asiya ittik kirib Munavvarni chaqirib chiqdi. Munavvar Asad buvayning oldiga kelib, uningga adab bilan salom qilgandan keyin asta kirib ketdi. Angacha Zöhra hujrasidan ittik chiqib keldi. U Asad buvayni ko'rib, "Cho'ngata" debla ho'ngrab yig'lab ketdi. Shundoq
Bu sahroliq bovay Zöhraning opsi bilan bir qo'rsaqda yotgan emasmi? Uning jismida Zöhraning opsining hidi bor emasmi? Şoňa Zöhra çoň atsini körüpla, merhuma opsini qayta körgendek özüni tutup alalmay tökülüpla ketdi. O çoň atsydan obdan ahval sormakçı edi. Lekin nime deyişini bilelmey, özüni onun kuçuğuna etip, ün silip yığılıp etdi. Asad bovaymy ixtiyarsız hek tartıp yığılıgıda turdu. Bunu görüp sel-pel oňaýsyzlangan Asiýa Sulaýmanga "Men çay demlep kirey" edep goýup aşganyga kirip ketdi. Asiýa bir çögün su qaýnatyp, məxsus mehmanlarga atap elip goýgan ettirgül çeýini elip demlemekçi boldy. Aňgaça Zöhrä aşganyga kirip geldi we Asiýa aýla "Çoň atam qar çaýdan başgasyny içmeýdi" dedi. "Esimge selip ýaxşy kıldyňyz Zöhrägül. Hazırmı nurgun kişiler ýanada şu qar çay ýaxşy eken dep şunu içidi. Amma qar çay başga çaylardek çyraýlyk işlenmegeşgimi nurgun kişiler onu mehmannyň dastyrxanyga açykyşdan nomus kıldy eken." Asiýa qoladaki ettirgül çeýini işkapga selip etdi. İşkapdan yerim taxta qara çayny aldy da onundan bir parçany sundurup elip uşak uwalap çeýnekde saldy. Andan çögünde puruklap qaynap atgan suny onun üstüge koydu. Asiýa demlegen çeýini kötürüp çykganda Zöhrä nan, togaş, tatlyk törüm, qah göle degendek närsler bilen dastyrxany raslap atatdy. Asiýa şiräge dastyrxan selinmaganlygyny körüp turup kaldy. Zöhrägül aldy bilen dastyrxany. "Vay Hudaýym-ey" dedi Zöhrä peşansyga birini şapalaklap. "Esimge salmysyňyz, unutup keterkenmen." "Men kirip açykay" dedi Asiýa derhal arkysyga burulyp. Bunu görgen Asad boway "Oy boldy, avar bolmasyňyz da, hemmemiz özgü, dastyrxan salmys nim bolatdy" dedi tekellüp bilen. Bowaýynyň gepi tögegeçe Asiýa ýügürüp kirip dastyrxany açykdy. Aňgaça Zöhrämi şeräniň üstüdeki baýa tızgan qand gezeklerini patnysga selip bolgan edi. Asiýa dastyrxany şeräniň üstüge edep bilen saldy. Zöhrä patnysdaki närslerini qaýtadan dastyrxanga tızgaş, "Özle ýakyn ýerden kelmediler, çoň ata. Şeräge dastyrxan salmaýly çay goýsak set durmandy." Asiýa çayny koymakçı bolup, çeýnekni koluga ilibidi, Zöhrä onunğa kol uzatdy. "Aýla, çayny men koýay, sizmi olturuň." Asiýa köňül ayallardan bolgaşgymy Zöhräniň bu pawkuladda mehmannyň aldyda özüge munça wala tüzüt kılganlygyny görüp, yürekleri şörrede erip ketkendek bolup kaldy. O Sulaýmanyň ýeniga kelip, gornup gyna olturdy. "Qine Zöhrägül, siz mi gelip çay içiňi?" dedi o hemmeýleniň piýalesiga çay goýup atgan Zöhräge qarap. "Boldy, sizler olturuňlar. Çoň atamnyň nime ýügüsi barken, men kirip tamak tutuş kılay." Zöhrä aldy bilen Asiýaga, andan Asad bowaýga qarady. "Boldy kılsyna balam. Mana dastyrxanda hemme närs turmamdy. Ýene tamak kılaman dep awar bolmaňla" dedi Asad boway piýaladagi çaydan bir ýutum otlap. "Biz tünögün ýolga çykkan desaňlara, ýol azabymy iş kılıp, mijazymyň taýyny ýok. 2 gün boldy, roz tutalmadym. Huda buyursa, ätinden başlap roz tutuman." Bu gepni anlagan Sulaýman bilen Asiýa bir-birige lappada qaraşdy. Çünki Ramazan eýiniň kirip bolganlygy tehi ularnyň ýadyda ýok edi. "Huda buyursa" dedi Sulaýman Asad bowaýga qarap. Asiýa bilen Zöhrä etdigen turup, zoga obdan tamak essin. "Woy, ýene şu tamaknyň gepine kıllygy. Maňa bir taxsy qorumy bilen azrak nan bolsala boldy. Balalar awara bolmuşsun." Sulaýman Asiýadan tuýuksyz sordy.
Minəvər görünməydi-ğu? İşqi ketdi, dedi Asiya və ixtiyarsızla Əsəd buvayğa qardı. Mundaq bolsun, dedi Sulayman Asiyaga qarab. Sen çıqıb göz sal. Onun şorpusida oxşutub ügürə etdіңлар. Əsəd akam bir çağlarda ügürəgə yaman amaraq boladigan. Maqul, hazırlı tutuş qılay. Asiya dəs ornundan turğaş Əsəd buvayğa ixtiyarsızla yana bir qitim lappıda qarıdı. Məyli əmisi. Hey, bu singlimni avar qilarmanmi deymina? Dedi Əsəd buvay takalluf bilan. Uyey, avar qildim deganlari nemisi endi? Sizlar degan mehmon. Asiya Əsəd buvayga o'zra aytib qo'yib, ittik oshxonaga chiqib ketdi. Uning orqasidan Zuhra kirdi. Kashlik g'izo vaqtimi bo'ldi. Kashlik g'izoning dasturxoni oshxonadagi tamoq shirasiga selingan edi. Mehmonlar kirib o'tirgandan keyin Asiya yo'g'on bir tovoq go'shtni akilib dasturxonga qo'ydi. Asiya har qanday ishni tujuplab qiladigan chivar mazlum edi. Odatdagi ayollarning ko'pinchisi go'sht solsa, oldi bilan go'shtni dog' suvda pishirib oladi. Ondan uning ustiga yong'yu, sabza deganda ko'ktatlarni silib, yana bir oz qaynatgandan keyin tovoqqa elib ustiga ozroq tuz sepibla ochqidi. Lekin Asiya go'sht solsa, hamisha oldi bilan piyozni qog'ozdek to'g'rab olgandan keyin uning ustiga varaqlab qaynayotgan sho'rpidan quyib birdam turg'izatdi. Ondan uni suzib elib tovoqdagi go'shtning ustiga chachatdi. Palaknimi qaynoq sho'rpidan o'tkazib olgandan keyin go'shtning ustiga tashlab, uningga ozroq tuz sepatdi. Shunga u pishirib tovoqqa ochiqqan go'shtning ustidagi oppoq yong'yu bilan piyoz, sapsariq sabza va yop-yeshil palakni ko'rgan har qanday odamning ishtihosi ichilib ketadi. Əsəd buvay tovoqdagi go'shtni ishtiho bilan yegash o'ltirib ichida. Sulayman axuni olgan bu ayol xil obdan mazlum ekan, deb o'yladi. Tamoq yerimlashganda Gülyardin uyga tuyuqsiz mehmon kelib qoldi, shunga bugun borolmaydigan o'xshayman deb telefon keldi. Sulayman telefonni ilib bo'lgandan keyin dasturxonga kelib o'ltirib, o'zicha o'xtardi. Hey, bu bolalarning biridan biri aldirash bo'lib ketdi desa. Voy, Sharipa ko'rinmaydi-ku, nega ketdi u? deb so'rab qoldi Əsəd buvay tuyuqsizla. O'zlarining kelganligini uqmidi-da, uqqan bo'lsa, allaqachon kelib bo'ladi, dedi Zuhra. Zuhra ittik Sulaymonga qaradi. Telefon qilaymi ya? Shunda qilsina bolam, dedi Əsəd buvay Zuhraga. Menmi uzun zamonlar bo'lib ketdi ko'rmageli. Zuhra ittik qo'pib telefon tarafga mengib edi. Sulaymon uni to'sdi. Bo'ldilar, kash bo'lib ketdi. At telefon qilsangmi bo'ladi-ku. Otasining bu gapini anglagan Zuhra qaytib kelib o'ltirdi. Əsəd buvaymi boshqa gap qilmadi. Asiya Əsəd buvayning nihoyat rayish ekanligi, bo'libmi o'zining bu oiladagi favqulodda salohiyatini pash qilib, uningga so'g'uq qarmag'anligidan bakmi xush bo'layotdi. Uning ustiga Əsəd buvay Asiya etgan tamoqni nihoyat mazza qilib yedi. Shunga egilganga egilgin, beshing yerga tekkicha degan tamsilni obdan biladigan Asiya bu favqulodda mehmonni jini chiqib kassimi rozi bo'lg'idek kutish niyatiga keldi. Sulaymonning gapi bilan Asiya endi uyg'uriga tutish qildi. Asiya uyg'urning xemirini go'shtni qozonga selib etibla yo'g'irib qo'ygan edi. Xemir bak o'zlik yo'g'irilg'ashqa Asiya uni nihoyat tasdi yoydi. U xemirni yeyib bo'lib, qog'ozdek nepiz ham takshi yeyilgan xemirning ustiga ozroq quruq un sepib qo'ygandan keyin uyg'urning suyini tayyorlashga tutish qildi. Asiya qo'shmushdimdek bir parcha go'shtni qo'noqdek to'g'irdi. Ondan yana bir bosh piyoz, 2 tal pomidorni to'g'rab olgandan keyin uni to'g'ralgan go'shtga qo'shib qiyma qilib qachiga soldi. Oxirida
olmadek bir tal çamg'ur va azroq karabshini ushshaq to'g'rab boyqi qiymiga qo'shib, ustiga azroq tuz, qarmoq va zira sepib toza aralashtirdi. Qozondagi sho'rpa yana bir oz varaqlab qaynagandan keyin qachidagi qiymini qozonga to'kdi. Asiya yeyilgan qimirni no'g'ishqa yo'gab, 4 ilik kenglikda garmoncha qatlagandan keyin uni chashdaq qilib kesdi. Andan kesilgan çöpni qozonga selib, ikki keyin qozonga yana bug'doydek to'g'ralgan ko'kmush va ushshaq chanalgan samsoqni soldi. Shunday qilib, bir qozon uyg'ira tayyor bo'ldi. Asiya qozondagi uyg'irni ara chinilarga usib, ustiga azroqdan yumqoq sutni soldi va chinilarni patnisga selib, bir-birlab dasturxonga akeldi. Yumqoq selingan uyg'irining mazzilik hidi hash-pash degicha uy ichini bir oldi. Asad bovay uyg'irni naydi ishtiha bilan ichdi. Mazzilik uyg'irning lazzati uyga-uygalarga borgan Asad bovay purrida terledi. Pah, uzun zamonlar bo'ptikan, bundaq mazzilik uyg'irni ichib baxmag'ali, dedi Asad bovay yuzidagi terlarni qo'li yog'lig'ida surtgash rozimanlik bilan. Bu gapni anglagan Sulaymonning xo'shliqdan tallari yayrab ketdi. Aqshimi Asad bovay bilan uning navrisi Munavvarning hujrasida yotdi. Asiya mehmonlarning o'rin ko'rpisini selib bo'lgandan keyin Sulaymon ikkisi bovay bilan xo'shlashib, o'zlarining hujrasiga kirib ketdi. Ammo Sulaymon o'ringa kirib birdam yotgandan keyin tuyuqsizli o'ylanib qoldi. Voy, Hakime rahmatlik hayat çağlarda mehmon bar uyda xotin bir hujraga kirib yotsa sat bo'ladi deb, men mehmonlar bilan Hakime ayol mehmonlar bilan yotadigan. Rost, xotin bilan ikkimizning bir to'shakka kirib yetib olganimiz toza bo'lmabdi, ha? Satlishib. O asta karavatdan tushdi va Asiyaning uyqusini buzib qo'ymay deb, putining uchida dassab berib, ishkapdan yotqandan birini oldi. Andin yotqanni qo'ltiqlig'icha mehmonlar yotgan uyga kirib, Asad bovay bilan xeylig'icha mungdashib yetib qoldi. Asiya kech soat 3 bilan o'rnidan turib, yuz-ko'zni yuvgandan keyin tevish chiqarmay oshxonaga kirdi va oqshom pulu etishga to'g'rab tayyorlab qo'ygan piyoz, go'sht va sabzini pishiq qorib olgandan keyin ustiga 3 apqur suv qo'yib, qozonning tovuqini yepib qo'ydi. Andin xaltadagi esil go'rashdan bir apqur elib, uni suyi taki süp-süzük süzilgicha 4-5 qitim pokiz yudi. Angacha poloning qo'rimisimi pishib qolgan edi. U qozondagi qo'rimining tuz ta'mini tetigandan keyin yuyilgan go'rashni qo'rimining ustiga takshi selib, poloni dumlab qo'yib, soatga qaradi. Soat 3 dan 40 minut o'tgan edi. Demak, ro'z tutadigan odam zo'liqni cho'qim soat 5 dan burun niyat qilib bo'lish kerak edi. U Sulaymonni uyg'otmoqchi bo'lib, amdala oshxonadan chiqishiga allaqachon uyg'onib bo'lgan Asad bovay chiqib keldi. Assalom, qandaroq uxlabla? Asiya Asad bovaydan ta'zim bilan ahvol so'radi. Xudo buyursa, obdan uxlabdiman singlim, dedi Asad bovay Asiyaning salomini adab bilan elib. To'g'ri. Asad bovay zo'liqdan keyin bomdod namozi o'qiydi. Shunga uning tahorat elish uchun issiq suv taxlash kerak. Asiya hojatxonaga ittik kirib, evroqni ochiqdi va tahoratga suv tangshidi va hojatxonada yuz yuydigan jumakning yeniga qo'yib qo'ydi. Asad bovay hojatxonaga kirib, tahorat elib chiqdi. Angacha Asiya dasturxonni rastlab, tamoqni ochiqdi. Asad bovay zo'liqni yeb niyat qilgandan keyin bomdod namozini o'qidi. Ammo tong texi yo'rmagan bo'lg'ashqa olam jahon timtas edi. Birdam uxlab olsizlar, dedi Asiya qochquchilarni yug'ash Asad bovayga. Buning bilan Asad bovay navrisining yeniga kirib yotdi. Angacha Zuhra ko'zlarini uvlab chiqib keldi. Zo'liq etadigan chaqqa ulgurib turolmaganiga sal nomus qilib qolgan Zuhra
Uyey, bekli qattiq uxlab ketibdiman, dedi Asiyaning yeniga kelib. Akiling, qachilarni men yuyay. U Asiyaning qo'lidagi dasmalni talishib degidek elib oldi. Asraq qoldim, bölüm tugitday. Münəvvər o'rnidan turib chiqqanda soat 6:30 bo'lgan. Hammanglar o'rnidan turib yuz ko'zni yuyib bo'lishgan edi. U yuzni alman-talman yuydi-yu, koridordagi palampayni supurish uchun supurgini elib talog'i mangdi. Ammo Asiya uning qo'lidagi supurgini darhol elib oldi. "Mang, sen kirib mehmonlarning o'rin ko'rpisini yig'ib, palampayni o'zim supuray." Münəvvər mehmonlar yotgan uyga shundaqla kirib edi, bat bo'yi bir puroq uning demig'iga kelib urildi. Münəvvər burnini tutqunicha orqasiga 2 qadam dojidi-yu, darholla burnini qo'yib etib kelib, o'rin ko'rplarni yig'ishtirdi. Dal shu chaqda Asiya kirib keldi. U mu eshikdan kiribla heliqi puroqni sezdi. Ammo Münəvvərdek bakmu saskinib ketmadi. "Sen nimishqa kirding?" dedi Münəvvər opsiga ochiqlab. Qarg'ina uyning sesib ketganiga. "Hey, nimanchi qilib ketsan?" dedi Asiya qiziga olib turib. "Putning puruq shu. Oqshom buvayning navrisi uyga kirib, oyog'ini solgandila purg'an." Münəvvər boshqalar anglab qolarmi deganni xiyoliga keltirmasdan bo'lishiga so'ziga turdi. "Yey, mush sakroliqlarni putini yuyishga nimanchi qiyir qilgandu?" "Hey, uningni o'chir", dedi Asiya Münəvvərning beqiniga noqib. "Haq anglab qolsa sat emasmi?" U itik berib, derazaning bir qantini ochdi. Sap, ammo nihoyatda sovuq shamol uyga guppida urildi. "Ey, bek sovuqkan, yepivatgina", dedi Münəvvər tugilib turib. "Birdam ochiq tursin, havo olmish bo'lgandan keyin yepib etaman. Mang, sen chapsan chiqib, yuzingni yuyib, cheyingni ishkin, bo'lmasa ishga kechiksan." Münəvvər mehmonxonaga chiqdi va sopada tasvir seyrab o'ltirgan Asad buvay bilan uning navrisiga mundaqla salom qilib qo'yib, hojatxonaga kirib ketdi. Hürmetli qarindoshlar, bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini kelar qitimliq anglashimizda anglaysizlar. Allohga omonat. O'zinglarni yaxshi asranglar. Xayr xo'sh.
degine.